أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik televizor köygüçü biraderler, bu katimki dersimizge yine hoş kipsler. Bizdeki bu katimki dersimizdeki asasi mevzui İslam'daki ayallarınki örni. Nime? Müşniki üstüde toxtalımız. Aldaki dersimizde küfür devrideki ayallarınki örni ve hak hukuku kandaktı. Onu kandak qaraytı, qarıgan. Mene bunun üstü toxtalgan tok. Hazır emdi. İslam dini ayallarga kandak hak hukuk bädi. Örnini kandak ali derecede kötədi. Mene bu vaqtiço toxtalımız. Endi bu İslam dini de ayallarınki hak hukukunu kandak bägenligini, oluniki orniki kandak kötəgenligini biliş üçün cezmen İslam dinininki karşısında olan yeni bir cemiyet, küfür cemiyet. Küfür cemiyetiki ahvallara qarab baxsaq olur demdi. Bu hazır İslam dinininki yüzü ayallarga hak hukukunu kandak bägenligini, kandak kötəgenligini bilişimiz üçün hazır küfür cemiyette ayallarga kandak muamele qıvadıdı, kandak qaravadıdı, kandak mene posiyadı turvadıdı. Biz bunu çok karşımız gerek. Ana deyikizse bunu çok bilimiz emdi. Bunu bilimiz. Bunu çok bilimiz. Bombası bunu çok kullanmaydı. Şimdi ayal kişi İslam dini de erlerge okşaş bir nime o insan. Biz hem de ayal kişininki İslam dinideki örneği, hak hukuklu diğerleri de biz yukarıki dersimizde bir qanç kıtım cık toxtalgan bulduk. Hemmesi şunun içi de şunda boşuma hazırki dersimizdeki mevzui ayal kişininki İslam'daki örneği ve hak hukuku diğerleri için bunu da yine bazı dersler tehrar qalgan buluşu mümkün. Şunda boşuma kanda hak hukukunu beripti. İslam dinininki gayri olan küfür cemiyette küfürla ayal kişini kanda kürüptü. Yani bununki seliştirmesininki üstüdüçü toxtuluş doğru geldi. Şunun için bazı bir gap yani talimat sözler yani burun diligen boşuma kayta dilip qalgan buluşu mümkün. Bunu bir doğru şekilde düşünülüşünlerini ümit kılımız. İslam din ayal kişini insan çok gördü yani. İnsan. Onu bir nime o insan. İnsan kim o? Adem bilen Havva. İkisi mürekkep olan bir insan. Allah Teala Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı insan kıp yaratkan boğandaki şunu oşaş. Havva anımızdı mı insan kıpçı yaratkan. Yani Yahuka nemede Hristiyanlı'daki insanların neminin ayallarını insan demeyimiz. O insan demek onu şeytan deyimiz. İnsan değil bombaydı o. Onunki cismi yok, cisim boş mu o ruhi insan emez. Onu hiç kanda bir nes muamele kılışkı bombaydı o. Cansız nes muamele kılışkı bolu deyilgan aşında adet çok bad. İslam din onda çok karamaydı. İslam din ayal kişi degen erinin bir padisi. Er kandak cemiyette bir kişilik ornu boğan dek ayal kişinin bu erge okşaşla şunda ornu çok bad. Hemme tarafta. Bu çok badaydı. Bu doğrudan şunda boğalık için, cemiyet şuna boğalık için, bir adamınki balısı toğulsa, palanın balısı, pokun ayalınki balısı deydiğen, işçi ba. Şuna boğalık için, Allah Teala, bu bütkül yer şardaki insanlarınki üzünü bir ayaldın yaratkanlığını çok deydi. Anda o andaki hemminiz, bir ayaldı yaratkan boğandaki ayal kişi mi erge okşaş neymi o insan deydendi. Bu doğruda Allah Teala şuna deydi. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekarin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile li ta'arafu inna ekramakum indallahi etkakum innallaha alimun habir deydi. Ey insanlar, yani bütün insana hitap qiladi. Ey insanlar, biz sizlarni bir erkek bir ayaldan yarattık. Sizlarni yani bütün insaniyetni şu Adem Aleyhisselatü Vesselam'da tatip, şu günümüzki kıyametki boğan insanın hemmesi bir yani nemeden
Yani bir erkek ki yani Adem bilen Havva unsadınçu yarattık. İkisi yarattık deydi. İkisi okşaş insan deydi. Yani Yahudi, Nasara okşaş, başka dindeki, başka cemiyet kişilerine okşaş emez. İnsan üz alaydı. Bu yereke ayalının üzü alaydı töven undakçı emez. Hemen bir erle bir ayaldın yani Adem'le Havva. Yani erkek bir erkekten bir ayaldınçu yarattık deydi. Anda o andaki bütün insaniyetin ki hemmisi şunundak Roman, Rim, Yahudi, Nasaralar, Hindistan, Xitay, Katarlık devletlerde yaşavatkan insanların hemmisini Allah Teala Adem'den Havva'dınçu yaratkan. Adem'den Havva'dı yaratkan boğandaki hemminizdeki apsi Havva bilen nime Adem'den Havva. Ana onun her ikisi insan. Sizdeki o ayallahını insan muamelesi kömen, onu pes görüşünüz, hakaretinizi kemsitişiniz, bozak kılışınız, zulüm kılışınız için katliço dursunmaydı deydendi. Bu ayetinki nemizde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe razıyallahu ta'ala anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şuna dedi ki İnnemen nisa'u şakaikur rical. Ayalla erkişlerinki bir parçasıdır dedi. Yani ayalla erkişlerin bir parçası. Yani cemiyette bolsun, kandan neresi olsun erkiş olurken onunki bir parçası ayal olur. Cemiyeti fakat erlerine bulmaydı. Ayal şu buluş gerek. Onundan başka yani ayalla erkişlerinki bir parçasıdır diyene biz toğuluvatkan yani biz toğulduk yani men değil men apamda toğuldum. Apamda toğulgan bu andaki şu atımızdaki ya ki meni anımızı düşüdü anımızı kosuğu da yemek içmek bir parçası olup anındaki bu yerde ne kılısınız düşsüz. 12 uruk atı olsa mı onun üsülüp yetiliş vakasa kişi nereden boludu? Apınızın boludu. Sizdeki hazır men erkekte ayrım kanunumuzu sizin parçanız apınızdaki yiyen nasi mahsulatı bilen anındaki yeleke kindikteki yelek uzun ne çıkılan yetiş arkalık siz bunu da uzaklanıp anındaki bu dünya kelgene mahluksuz deydemdi. Anda o andaki bu ayal kişideki üzerine insan kömey onu kemsitişin üzerine neme onun hata deydemdi. Anda o andaki er ayal bütün insaniyet er ayaldan ibaret olan Adem bilen Havva'dan toğulgan boğandayken bu yerde er ölen ayal her işkelisi her taraftan neme asasen beraber digerlikni er kişi kandak insan boğandak ayal kişi şundak neme bu yerde insan digerlikni bu yerde çoğu neme koludu bu yerde talep koludu. Yani biz bir erkek bir ayaldan yarattık digendeyken bu neme kişi okşaş digen gependi. Andi yine onundan başka mıydı? Ayal kişinin yüze kandak ki er kişi insan boğandak ayal kişi neme o insan. Yine şuna deydi Allah Teala bu doğruda. Ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakumul lezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zavceha ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ vettakullâhe tesâlûn billahi bihi vel erhâm innallâhe kâne aleykum rakîbâ dedi. Ey Adem'le sile Allah'ın şu takvavuluğuna, Allah takvavuluğuna ki o zat silini bir nefsiden yarattı. Bir nefsini yaratıp yine şu nefsininki yüzüden, şu nefsininki cüpteni ne mi kıldığı yerde yarattı dedi. Ana oğandayken Allah Teala bir nefsiden yaratkan boğandayken bu nefsiden onunki cüpte. Yani o nefs yani Adem Aleyhisselam boğandayken erkek boğandayken erkekten yine onun cüpte olan dişini yaratıp okşaş yaratkan boğandayken o erkek insan boğandayken onun dünya okşaş yaratılgan o mahkum neme o insan yani ayal kişi mi bu yerde neme deydi Allah Teala insan insandak neme kılın bunuğa muamele çok kılın deydemdi. Anda o boğandayken bu ayetke asasen İslam din kandak ki er kişini yani insan ruhi ve insan cisim bilen ruhtan terkip tapkan bir insan dep qaraganda yani neme kılıdı bunun da qaraydı. Bunun çok qaraydı hiç kana bir neme yok yani özgürlük yok. Mana bu işkelisini her işkelisi insan dep qarganlığı için yani insanlık farkı yok degan qarganlığı için kandak ki er kişini öldürse şunda günah bolsa ayal kişini öldürse şunu okşaş ne bolu bu yerde günah oludu. Mana şu nefsiga mana ziyonkashlik qilishniki o'zima er kishini nafsi er kishiniki o'ziga ziyonkashlik tajovuz qilib o'ltirishniki o'zi nim bo'lgan haramchi bo'lgan deydi. Bu to'g'rida Alloh taolo mana shuna deydiki qad khasiral lazina qatalu awladahum safahan bighayri ilm.
Mana o'zidagi bolalarni aqlsizlarcha, ilimsiz o'ltirgan kishilar dunyo va oxiratda har ikki dunyo ziyon tortib ketdi. Anda o'g'andan keyin o'zidagi bolalarni degan yerda kishini o'ltirsin shunda ziyon tortgandek, mana ayol kishini o'ltirsin shundan yo'q ketdi bu oyatda ziyon shu tortib ketdi deydi. Anda o'g'andan keyin bu yerda ayirib o'tishning hech qanday farqi yo'q. Bu yerda delili yo'q. Qandaqki o'zidagi erkak bolani o'ltirishning o'zi bu o'ldirish ziyon tortib shu harom bo'lgandek, ayol kishiniki o'ltirishniki o'zimi bu yerda nima deydi? Harom deydi bu oyatniki o'zida. Yana birisidan ekan, yana bir oyatda Alloh taolo yana ayol kishiniki o'zini qandaqki har kishi ibodat qilib, mana savob topaman deganga loyiq bo'lsa, ayol kishimi shunga nima u loyiq o'xshash hech qanday farq etmaydi deydimdi. Ayol kishi mana yaxshi ishini qilib, qilsa Alloh qabul qiladigan, mana jannat kiradigan ayol kishi olsa undaq qabul qilmay, u jannat kirmaydigan ishi yo'q. Her ayol, her ikkalisi o'xshash amal qilmasa mukofot o'xshash bo'ladi deydi. Bu to'g'riniki o'zi de mana jazo bilan mukofot her ikkalisi bu yerda nima u o'xshash. Bu to'g'rida Alloh taolo shuni deydi-ki, kullu nafsin bima kasabat rahina. Her qandaq can egisi o'zi kasb qilgan narsaga ko'ra o'qib shu muomala qilinadi deydi. Her qandaq can, mayli erkak olamdi, mayli ayol olamdi, neymiş qilsa mana uniki netisi mukofoti u dunyoda shunday bo'ladi deydi. Mana erkak ayol bo'lsin, mana uningdan boshqa mana bu oyatlarning o'zida fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd deydi Alloh taolo. Alloh taolo mana ular uchun ularniki Rabbi shunda deb ijobat qildiki, sizning ichingdan mayli erkak bo'lamdi, mayli meni ayol kishi bo'lamdi, har qanday bir amalni qiladigan, bu amal qilgan kishiniki amalni hech qanday vaqtda o'zlamas zoya qilyotmayman. Shu bo'yicha mukofot jazochi beraman deb Alloh nima qildi bu yerda? Duosini ijobat qildi. Ba'dukum min ba'd, sizning ba'zinglardan, ya'ni erkak ayol bilan o'xshash ba'zinglardan u mukofot jazo jihatda har ikkisi qanday amal qilgan bo'lsa, mana shundaq nima bo'ladi bu yerda? Mukofot ham jazo beriladi deydi. Endi bir oyatda bu mazmuni kuchlantirib, "Va men ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira" deydi. Mana "Va men ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa" kimiki yaxshi ishlarni men erkak bo'lamdi, men ayol kishi bo'lamdi, mushuni amal qiladi ekan, u odam mu'min bo'ladi ekan, Alloh taolo bu kishilarni jannatga nima qiladi? Kirgizadi deydi. Mana mayli erkak bo'lsin, mayli ayol kishi bo'lsin, u mu'min bo'ladi ekan, bu amalni qiladi ekan, yaxshi amalni, bu kishiniki o'zini Alloh taolo nima kirgizadi? Jannatga kirgizadi deydi. Nasaralar degandek, mana bu ayollarniki ibodat qilishi nima emas, loyiq emas, jannatga kirgizishim uchun loyiq emas demaydi deydi. Bundacha nima qilgan unga bekitgan. Endi bir oyatda Alloh taolo va'adallohul mu'minina va'adallohul munafiqina val munafiqat val kuffara nara jahannam xolidina hiya hasbuhum va la'anahumulloh va lahum azabun alim. Alloh taolo munofiq ayollarga, kafirlarga mana do'zaxniki o'tini nima qildi? Va'da qildi. Mana munofiq kafir, munofiq ayollar bo'lib qolgan bo'lsa, mana munofiq ayol kafir bo'lib qolgan bo'lsa, Alloh men bunini do'zaxga nima qilaman? Akirmanki bular do'zaxda mangu qoladiki, bu do'zax ularga yetarlik azob dedi. Unda o'g'andan keyin bu yerda Alloh taolo munofiq ayollar ham kafirlar deb. Munofiq erlarga kirdi, ayollar kirmaydi demabdi. Ya'ni demak, jazo va mukofot mayli er olamdi, ayol olamdi, har ikkisi inson bo'lgandan keyin bu ikkisiga o'xshash. Ayollarga qarab, erlarga ozroqcha bo'lmaydi deydi. Bu oyatniki nimasida? Endi boshqa oyatda er bilan ayolniki mana bu tarafda hammasi o'xshash ekanligi to'g'riliq natija oyat bor. Bu to'g'rida innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minat val qanitina val qanitat
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dedi bu ayetin yüzü de mümin, Müslüman er ve ayollar doğadır. Bir ayollar bir ayollar degan bo'lgandan keyin hammasi mustaqil degan. Buni hammasi nima bu yerda? O'xshash. Hammasi inson bo'lgandan keyin. Deb bu oyatniki yüzüdü nima deydi u yerda? Mustaqil deydi. Undan boshqa ayollarniki ijtimoiy, jamiyatniki ijtimoiy munosabatdan ayrim qiladigan ish bo'lmaydi. Ayol kishi bo'ladi ekan, ayol kishiniki yüzini ijtimoiy jamiyatda rasmiy ijtimoiylashga loyiq. İctimai cemiyet çıkkandan keyin alamdı, satamdı, onu kalan bu iş kalandı. Hammasının hakkı yani ayol kishi haq huquqchi bo'ladi degan bu ish nima qildi? Bekitdi. Yani bunu o'qish uchun yuqorqi oldagi darsimizda mesela Roman, mesela Rim imparatorluğu va undan boshqa Hindiston, Xitoy davridagi Xitoylardagi mana ayol kishiga bo'lgan muomala qanday ekanligini anadagi aniq bilsak bu mazmunni taxmin aniqcha tushunamiz. Ular bilan ayol kishiniki hech qanday jamiyatga chiqishga o'rni yo'q. Uyning ichida yashash kerak, hattoki ismmi uyning sir chiqmasi kerak deb qaragan hamda. Buni nima deydi biz? Islomda buni uchun unutmaydi. Buni unutma yani ayol kishi qachoniki mana balog'ga yetib ertakmoqchi bo'lsa, islomdan shunuga ayol kishi bir huquq berkatdiki, to'yliqdan iborat bo'lgan. To'yliqni faqat ayol kishining o'zligi xolis haqi ekanligini isbotladi. Buni nima uchun? Men ayol kishi mana bir mezgil o'ziniki otasining uyida tug'gandan keyin o'ziniki mustaqil bir iqtisod yo'q. Iqtisod yo'g'andan keyin ayol kishi erkakka amanat bu iqtisodga ega bo'ladi. Iqtisod ega bo'lgandan keyin o'ziniki xolis pul bo'lgandan keyin jamiyatga chiqib olamdi, satamdi, tijorat qilamdi, va hokazo qish qilamdi. Mana bu o'ziniki nemisi bo'lgan bo'ladi, huquqi bo'lgan bo'ladi. Bu to'g'riliq mana İslam din bunun için bekitken. Bu doğruluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ninki hadisi var. Bunu şuna deydimdi. La tunkahul eyyimu hatta tustamer. Mene ayol kişine mene onun da meslet anmağın kadar nekalanmaydı. Kız valınınki yüzüne ruhsat sormağın kadar nekalanmaydı dedi. Diğer vaktimizde sahabeler dedi ki ya Resulullah kız valınınki ruhsatı qandaq olgan boludu. Kız val degan tatınjaq binas deganilmaydi mesmo degan vaqtimizda Peygamber şuna degan ki, mene bu kız valınınki raziliğiniki üzü şük to'g'anlik, mene palani kişimişde loyiq qilib degan qandaq qilasiz degan vaqt shuk tursa mene o mene razi oldum deganlik bo'ladi degan. Anda bo'lgandan keyin mana bu moliya huquqida ashuna bergandan boshqa u ayol kishiniki o'zi balog'at yetgandan keyin o'ziniki ishni o'zi betaraf qilishda o'zicha haqli. Buni qarta vali avliyolari buni undaq qilsan tegsan deb majbur qilish nemisi yo'q bu yerda deydi. Haqqi yo'q. Endi demak, mana ayol kishi o'zi balog'at yetgandan keyin u balog'at yetib bo'lgandan keyin mol naskarani boshqarish uningda bir ko'rilgan bo'lsa, ya'ni rasmiy boshqarish iqtidor mana yetilgan bo'lsa, uchun o'zida bu qiz bolaniki mana vali avliyolari uni to'sqinlik qilib undaq qilsan, mundaq qilsan yoki bir ertakmoqchi bo'lgan bo'lsa, mana bu valisi qo'pib uni uchun ruxsat bermay, uni tegmaysan, yoqtab uni to'sqinlik qilishga mana hech qanday nima yo'q u yerda. Huquqchi, ishchi yo'q. Hech qanday to'samaydi, to'sqinlik qilolmaydi. Endi bu yerda ko'ryapmiz. Bu ayol kishiniki o'zi men otisi ya falan deb majburlab besiga berganligini. Shundoq bir oila mana uzoq qolmay qanday holati bo'layotganini buni nima qilamiz? Buni ko'ryapmiz. Amaliyotdagi bu nima u tajriba endi. Biz buniga nima qilishimiz kerak endi. Endi bu to'g'rida yana Payg'ambar sallallohu mushu majburlab valisi mushdan nikoh qilgan qo'ygan ustida yana bir qancha Payg'ambar sallallohu hadisi bor. Mana buningda Xansa binti Xuddam degan bir ayol shuna deydi. Bu ayolniki otasi o'ziniki yerga bir qator erkak chiqib ekan, majbur beribdi. Bergan vaqtimizda bu ayol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qishkibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qishkirib, "Ya Rasululloh, men unmasam, unmay, shundaq men yoqtirmagan bir kishi mushta o'zini mushta nikoh beryapti" degan vaqtimizda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xutuniki nikoh rad qilgan. Nikoh emas deb endi. Yani demek bu doğruluk mana bir qancha nima va hadis var. Endi bu yerda endi
qizniki o'zniki valisi majburlash haqqi yo'q. Ammo shu kelgan loyiqniki o'zi diyonatlik, ham kafoat, ham layoqat, ham loyiq, obdan bunda bir nima bo'lgan bo'lsa, buni u qizi bilolmaydigan yoki xato bir yerga aroqkash yoki fosiq bir narsa tegaman deb turgan vaqtning o'zida u joyda to'sishniki nemisi va haqqi bor. U joyda to'sishning haqqi bor. U joyda to'sib u fosiqqa tegmaysan, bilmayman deyish taqvo muttaqi mushundaq Allohdan qo'rqisi va mushunda bir yigit bo'lgan bo'lsa, mana uni tegisan deb qilish bu yerda nima va o'chaning o'zida viloyat va bu o'chaning o'zida agar ashna ish bo'lib qolgan bo'lsa, darhol o'chan nima qilmay islom mahkamasi bo'lgan bo'lsa, mahkamaga berib qoziga deb bu o'chaning o'zida bu ishni mana qozi mahkamasiga yetkazamiz. Qozi mahkamasi aniq buni isbotlab qilib rost bu yigit qizga nimaga loyiq ekan yoki bu tegaman deb turayotgan bu yiliqi yigit aniq loyiq emas, shunday nachar bir kishi ekan deb isbotlagan bo'lsa, o'chani yondiryotdi, aniq majbur avalisiniki o'rniga noib bo'lib, o'chaniki o'zida mana qizbonni odamga beradigan mushta ish shu bo'ladimdi. Mana bu to'g'rida Alloh taolo Qur'oni Karimda va iza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duduhunna yankihna azwajahunna deydi. Sizlar qachoniki ayollarni talaq qilsanglar, ularniki mana ular o'ziniki muddatiga iddatini to'shqazgan bo'lsa, sizlar u ayollar agar iddat to'shqandan keyin yo iddatning ichida agar ayollar iddat to'shqandan keyin erlari va yeni shvoladi deb ashtaqan bo'lsa, sizlar ayollarni o'ziniki erlarga o'z o'ttirib rozi bo'lish mushtaqan bo'lsa, uni nima qilmanglar, to'smanglar deydi. Bu oyat to'smanglar deydi. Bu to'sib bermayman, nima qilmayman demay ikkisi kelishib, obdan yigit olgan bo'lsa, uni qat'iy mana uni to'sishga bo'lmaydi deydi bu oyatda. Unda olgandan keyin bu oyatga asosan qizboning o'zi balog'at yetgandan keyin o'zini mana kim bilan nikoh, kim bilan to'y qilish, mana bu nima u o'zining haqqi. Bu haqning o'zida ayol kishi mana ko'pincha qizbola kishi ayoli qolgandan keyin bu ishni valisi qo'lidamdi. Valisi qo'lida. Mana valisi vaqti o'zi ixtiyoriy gap emas. Ya'ni valisiniki ruxsati bilan qo'lidamdi. Valisiniki ruxsati degan uning haqqi bor uning ustida. Agar vaqtda haqqi u, ya'ni tagmakchi bo'lgan yigitning o'zi bu qizbolaniki ota-onasiga hurmat va gaza jihatda kafoat bo'lishi kerak. Onidiki bo'ladi, bo'lmasa fosiq bir narsa tegib olgan bo'lsa, o'chaning o'zida bu fosiq yigitniki sababi bilan mana bu qizniki otasi mana haqoratga uchraydi. Bu haqqini cho'ng ra'y qilmagan bo'ladi. Bu tarafdan haqqi cho'ng bor. Endi endi haq huquqi islomdan ayollarga bergan haq huquqining birisi iqtisodiy haq huquq. Meni miros haq huquq, ya'ni shu ayol kishiniki tuqqanlardan birisi o'lgan bo'lsa, mana Qur'oni Karimda ko'rsatgan shu ko'rsatmas bo'yicha miros haq huquqchi egalanadi. Miros varis olanadi. Mana bu to'g'rida Alloh taolo shuna deydiki: "Lir-rijali nasibun mimma tarakal validan wal aqrabun va lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walid wal aqrabun mimma qalla minhu kasir nasiban mafruda" deydi. Bunu da mana ayol kishi mana bu erlar uchun ota-onasi va yaqin tuqqanlariga tark etib qo'ygan mollarda erning haqqi bor deydi, miros, ilk haqqi bor. Shuningdek ayollarning ota-onalari tuqqanlari o'lib ketgan bo'lsa, buniki mollaridimi ayollarniki mayli oz bo'lsin, mayli jiq bo'lsin, Qur'oni Karim shar'iy bekitilgan buncha haq huquq uchun bor deydi. Unda o'g'andan keyin Qur'on hadisda erlar qanchalik oladi tuqqan o'lib ketgan bo'lsa, yani ayollar mana qanchalik oladi, unda o'g'aniki buning da haqqi bo'lgandan keyin bu haqniki o'zini elish nemisi va haqqi bor. Buniga hech qanday bir odamning daxil ta'ruz qilsa, ayol kishi ekan, ma kishi unda qilishga haqqi nemisi yo'q, hech qanday haqqi yo'q. Qur'on hadisi nima deb bekitilgan bo'lsa, shu bo'yicha berish ham ayol kishinikimi shu bo'yicha elish haqqi uchun bo'ladi. Mana bu islom din ayol kishiga mana iqtisodiy tarafdan bu haqqini uchun bergan uchun bo'ldi. Endi bir haq huquqi mana oyati biz deganda to'yliq. Alloh taolo Qur'oni Karimda va atun nisa sadaqatuhunna nihlan deydi. Bu to'yliqniki o'zi
ayol kishi o'ziniki xolis haqqi. Buningga eri, balvoqalari, ota-onasi hech qanday mana daxil ta'ruz qilib, uni evaladigan, mening qavaladigan hech qanday bir haqqi yo'q. Mana bu haqniki o'zini islom din nima bo'ladi bu yerda islom din bergan bir nemisi o haq. Ana o'g'an ekan, har kishi, ayol kishiniki bu tarbiyada kelgan hech qanday bir mol mulkini o'zining ixtiyori bo'yicha tasarruf qilishga bo'lmaydi. Ammo ayoli bo'pti deb ya berayotgan bo'lsa, ya huquqini bergan bo'lsa ishlatinglar deb o'chani o'zida bo'ladi. Ammo unda qilmay turib o'zi shundoq mehrdan yoki ota-onasi tuqqanlar o'lib ketib kelgan, mana bu merosniki o'zini har kishiniki ishlatib berishiga, uni tasarruf qilishga mana qat'iy nim qilmaydi, durustcha bo'lmaydi. Bu bilan haq-huquq islom din 1400 yildan burun berayotgan haq-huquq. Buni oyati yoki kufr davridagi ayollar qanday muomala qilib buni uchun ko'ryapmiz. Ya'ni hozirgi davrda yana mushundaq muomala ko'ryapmiz. Ayol kishining haqqi bo'lgan merosni bermaydigan, to'ylig'ini uchun, to'yqa vaqtida manchilik deb turib uniki bermay, shu evelib hattoki mushundaq ajrashib ketgan vaqtida ota-onasining uyiga olib qo'ygan aytadigan ish jo'q bor. Shu to'yliqniki o'zi, shu merosning o'zi ayolning o'zining haqqi. Agar to'yliqni bermay, ashtab qotgan bo'lsa, o'chan o'zida bu kishiniki o'zi mana ahaqniki haqqini o'g'irlab, bulab yegandek mushtaholat uchun bo'ladi. Endi bir siganiki islom din ayol kishiniki o'zi afidab ham açsın deb çok qoldi. Bu to'g'ri nima qildi islom din ulug'ladi. Mana Alloh taolo shuna deydi ki: "Va vasaynal insa bi walidayhi ihsana hamalatu ummu kurhan wa wadatu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran" dedi. Mana bu oyatlarni uning apsi nima qildi ko'tardi deydi. Apsi ko'targan apsi nima? Inson. Ya'ni bundoq nima qildi bu yerda ihson ko'tardi. Yana Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu rivayet bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana bir hadiste bir adam Peygamber şuna dedi. Ya Resulullah, adamların içinden meninki sohbetimge en layık oladigan kişi kim o? Diye vaktimizde Peygamber dedi ki senin apan dedi. Andaki yine adam dedi onu değil ki çoğu diye vakti ikinci kata yine apan dedi. Onun değil ki yeni çoğu diye üçüncü kata diye vaktimizde Peygamber dedi ki senin apan dedi. Üç kata maçta dedi. Andaki ikinci çoğu diye vaktimizde Peygamber dördüncü kata andaki senin atan dedi. Anladın o andaki bu ayet bu hadis asasen ayol kishiniki ne kadar ulug' katta ekanligi bu yerda cho'ng nima qilib turdi bu yerda bilinib turdi. Ayol kishini ayol inson deb qaramay, uni kamsiz, haqorat tupda nima u xato. Ya'ni shunda kamdi. Alloh taolo islom din ayol kishiniki o'zi ayol deb nima qildi bu yerda qardi. Ayol deb qardi. Nima dedi Alloh taolo? Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah'ınki varlık ve birliğini, kudretinin ne kadar katı kudret ikkenliğini bilip durduğun bir kanca ayetler, deliller var. Şu delillerin katarı şudur ki Allah seni için seni okşaydıgan cüplanı ne kıldı, yarattı. Seni okşaydıgan cüp yani ayallah cüpün için yarattı. Yaratıştan seni uyargın ne kılgayısılar, sekinet kılışın için yani konunu aram tepiş için muşdaqıpçı yaratıp Allah Teala sizin oturundan bir-birisini nəhayət və yaxşı gördüğün mehr muhabbetlik muşdaqçı kıldı dedi bu ayetninki üzüdə. Onda o andikin Allah Teala bu ayol kişiniki üzün neme deptemde min enfusikum azvacan depti. Sizin ayollarınla depti. Ayol dep neme kıptı Allah Teala cüptü dep hürmetlepti. Onda o andikin ayol öy kirgen vaxt yüzü fakat balı tuğup berdiğen vakaza neme demez. Bu ayar kişinin nemisi o konu tarafından aramalığın, rahatlığın, ruhi hem şatlığın bir xil nemi o ayal dep nemi kıldı ona qarıdı. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şuna dedi ki hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli dedi. Sizin içinizden en yaxşı kişi, yüzdeki ailesi en yaxşı söz, hareketlerde boğan kişi, en yaxşı pezlet, uluq kişi dep çok qaraymiz dedi. Onda oğandaki meninki ehlimge men en yaxşı muamelet boğan kişi dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muştaqçı dedi. Onda oğandaki ayal kişinin ait uluq, hürmetlik oğandaki biz hem de İslam dini belkitken
ulug' yaxshiga erishishimiz uchun shu ayol kishi yaxshi obdan muomalachi bo'lishimiz kerak. Yana bir hadisda mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishiniki o'zini qiz va shu kishiniki qiz qardoshi deb nima qildi bu yerda bekitdi. Bu to'g'rida mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dedi. İbn Abbas radhiyallohu ta'ala rivoyat bir hadis, bir odamniki bir adam bir ayol kishi bo'lgan bo'lsa, ya'ni bir qiz o'pdi, uni tirik ko'mmabdi. Mana uni haqoratlamabdi. Mana haqoratlamabdi, ham u odam shu qolgan bolalarni shu yiliqi ayol qizdan yuqorichi ko'mabdi. Yuqorida ko'may, o'xshash ko'ribdi. Uni yaxshi tarbiyalabdi, hurmatlabdi, tirik mushtaq ko'mmay, mushtaq qon bo'lsa, bu kishini Alloh taolo jannatga kirgizadi dedi. Ya'ni demak, jannatga kirgizishning bir sababi, ya'ni nima bo'lishgan, bir qiz bola bo'lishgan bir odamniki. Yeni bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir rivayetinde şuna dedi ki, bir odamniki 3 qizi bo'lgan bo'lsa yoki 3 och singilsi bo'lgan bo'lsa, yoki 2 qiz yoki 2 dona och singilsi bo'lgan bo'lsa, bu odam bu qizlarga yoki och singilga bo'lgan muomala, gap so'z, harakatlarini yaxshi, go'zal bir shaklda qilgan bo'lsa, bu to'g'rida Allohdan qo'rqqan bo'lsa, ya men buni haqoratlasam, ya kamsitsam, yaqin evasam, ya tillasam, ya ursam, akasam, qilsam Allah men uchun jazolaydi, bu zulm bo'ladi degan bo'lsa, men Allah bu odamni jannatga kirdirdi, bu odamning kirdigan yeri jannat dedi. Ya'ni demak, bir odamniki jannati bo'lish uchun men shu odamniki meni qiz bolalar bo'lgan bo'lsa, ya 2 ya 3, ya och singillar bo'lgan bo'lsa, buni yaxshi muomala qilish uchun bu. Yaxshi muomala qilsak, qanidagi biz nima qilamiz? Jannatga kiramiz. Jannatga kirishdagi bir sababi uchun bu. Shundaq endi ayollarniki mana ulug'lashniki yeni bir alomati, ayollarniki o'ziniki ehtiyoji bo'lgan diniy va dunyoviy ilm, ma'lumotliqcha qilish, ya'ni ta'lim-tarbiya bir o'rgatish, o'qitish, bildirish, tushuntirish. Bu nima u? Huquqi. Mana islom degan nima? İman degan nima, axloq degan nima, muomala degan nima, kofir degan kim, musulmon degan kim, degan kim, ayol kishi qanday bo'lishi ayol bo'ladi, uning huquqi nima? Deganidek oila axloqi, qonun, tuzum, prinsiplari deganidek bolaninki ustidagi huquqlar deganidek hammani o'rgatish, mana bu islom dini kishilarniki ustiga buyurgan bir farz. Bu ta'limotdan iborat bo'lgan bu huquqni islom dini berishi ayollarning imkonlik bu. Hürmetlilik hem uluqallıkçı buludu. Yani bu yada diğerliğindeki yüzüden kişininki ayal kişinin yüzü hem taraftan ayal kişiye okşaş diğerlikçi emez. Yani bu okşaş umum tarafından anda bozulmuyor. Lakin bazı bir taraf var, bu okşamaslık bu tarafı var. Bu okşamaslık tarafı da hiç kandan vakti yüzüde okşamaydı o. Kişilerin ayalın azıcık farkı var. Diğerlikte İslam dininde her gün ayal kişini kemsitiş, töven görüş, harlaşçı emez. Bu okşamazsa şu ayal kişininki cismani, ruhi, fikri ve ilmi ve muhit taraftan keltirip çıkan neymi o bir iş. Bunu karab her gün ayallarını töven görgelikçi emez. Bununki otursa yani, ervelen ayalın otursa hemmimizin mağdum, bir kanıcı farklar var. Cismani tarafından alaylı. Kişideki cismine, ayal kişideki cismininki kuch kuvvet cihette ve bazı bir taraflarda mana o'xshamaydiganligi mana hamma tarafda nima o aniq. Buning uchun biz bilamiz hamda buni alohida deb nima qilmasakmi, demasakmi. Bu o'xshamaslikniki o'zi ijtimoiy va ruhiy, jismoniy tarafdan keltirib chiqqan bir nima o omil. Hergiz bu İslam din unda qolliq emas. Buniki birsi guvohlik meselesi var. Guvohlik meselesinden mana bu huquq meselesidagi nemisi bu yerda İslam din واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى degan ayet var. Bu ayetteki yüzüden bir narsa guvohlik qilish ikki erkak kerak deydi. Agar ikki erkak bo'lmasa, bir ikki ayol kishi bo'lishi kerak. Nimishqa ikki ayol kishi bo'ladi desa, chunki ayol kishininki birisi unutilib qolsa, yana birisi eslatishi mumkin. Mush sababdan
Şu iki ayol bir er kishi bo'lish kerak dedi. Bu yerdan nima uchun ikki ayol kishi bo'ladi degan vaqtning o'zidan bunida bir qancha nima bor? Sebepler mana bor. Bu sebeplarniki o'zi ayol kishiniki o'zidan hammamizga ma'lum jamiyat ishlariga hamma tarafdan qatnashib bo'la olmaydi. Hamma ishni o'qib bo'la olmaydi. Ko'pincha qiladigan ishi ayol kishiniki uyda uchun sirtga chiqmaslik, sirtga chiqmaslik. Ana o'g'andan keyin bu tarbiya undan boshqa va ilmni o'rganish va ta'lim olish jihatdan bir qadar ayol erlarga qaragan vaqtda kamchilik bo'ladi. Mushundaq kamchil bo'lganlikdan mana u sabablarniki jahdida shu Alloh taolo ikki er bo'lgan yerga agar ikki er bo'lmay bir er ikki ayol bo'lsa mana shu ikki ayol bir er kishining o'rnida bo'lishniki sababi nima u? Mushu deydi bu ishlarning ko'pinchisini bu huquq masalasini ko'pinchisi ilm setim tijorat masalasi shu bo'ladi. Bu ilm setim tijorat ishiniki ko'pinchisini so'z sanoat tijorat ishlarini ko'pinchisi nima qiladi? Erlar qiladi. Ayollar chu bo'lmaydi. Shu bu tarafdan anadagi islom din mushu ma'nini chu o'ttirib qo'ygan. Bu to'g'riliq ana ulamolarimizningki jiq mulohaz ham fikrlari bor. Biz buni bu yerda chu nim qilmaymiz. Endi miros masalasi. Miros masalasida mana bu miros masalasiniki o'zida ikki masalan bir er ikki ayol bo'lgan bo'lsa mirosniki o'zini ikki parcha qilamiz. Ikki parcha qilib yerimini er, yerimini ikki ayol oladi. Ana o'g'andagi ikki ayol bir er kishi mirosni oladi degan gap. Bu qanday qilib yerimni olgandiki bu qanday qilib er kishi barobar bo'ladi? Qani huquqi barobar deydigan ish shu chiqadi. Bu ijtimoiy jihatidan kelib chiqqan o'xshamaslik. Chunki İslam dininin içindeki bağlı Müslümanlarını bir ümmet deb qaraydı. Hammani qarindosh deb qaraydı. Bu cemiyetteki işlarning ko'pinchasini erlar qiladi. To'yliqni erlar oladi, mehrini erlar beradi, bütün ishlarni nima qiladi? Erlar qiladi. Shu e'tibordan ekan bu ayol kishiniki o'zi agar o'zining tuqqan ota-onasi e'tibori bilan unda bo'lsa-mu, lekin ummatchilik ham tuqqayalaka birodarchilik jihatdan mana o'ziniki mana qarindishiniki yerimini olgan vaqtning o'zida yerimi yiliq aka ikkinchisi ketadi. U anadekin o'qib yana bir ayolga nima qilib o'ylanadi. O'ylanib anadekin bu yeridan ushg'aroq bo'lgan u pulning o'zini uyaga nima qiladi yani ishlatadi. Ishlatib ana to'ylik qiladi, to'y qiladi. Va kaza qizlarning o'zi yiliq ayol boshqa bir ayol olsa-mu, uni uchun boqadigan mushundaq nimalar bor, sabablar bor. Mana bu sababni asos nazarda tutganligi uchun shu yiliq ayollarning o'zida mirosniki o'zida ba'zi bir o'xshamasligi sababi uchun bu. Yana bir er ayol huquqda barobar, hamma ishlarda barobar deganlikniki yana bir masalasidan ayol kishiniki o'zi xilofat, xalifa bo'lish masalasi siyosiy tarafdan bu hammamizga ma'lum. Yani xalifa bo'lish degan bir davlatniki siyosiy, iqtisodiy, jihodiy urush bütün ig'irlik ishlarni hammani u odam oldin ola qiladigan munda bir nima u ish degan gap. Ammo ayol kishiniki o'zi mesela qurol ko'tarib jihad chiqarib mana shunday qila olamdi. Buni qila olmaydi. Biz bu to'g'riliq tafsili jiq to'xtalmaymiz. Buni qisman to'xtatib qo'yamiz. Shunga bu to'g'riliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna deganki, ma aflaha qawmun wallahu amrahum imra'atan. Bir millat o'ziniki mana podshohlik ishiga podshoh yoki raisi davliga bir ayolni saylab ayolni qilib qo'ydi ekan, u millatning o'zi nijotlik uchun topolmaydi degan. Buni payg'ambar sam mana Kisroninki o'zi o'lib Kisroninki o'rniga Kisroning qizi podshoh bo'lgan vaqt o'zi bu gapni degan. Ana bu yerda deydigan gap mana bu yerda o'xshamaslik ayol kishiniki o'zi davlatniki ya'ni xilofati omma yani umumiy ishga mas'ul bo'lgan davlatniki raislik ishini cho'q qilolmaydi degan gap. Undan boshqa ishlar uchun. Mana undan boshqa ishlar masalan o'qituvchilik qilish, doktor bo'lish va hokazo ijtimoiy ishlarni hammani pochtaxona ishlash va hokazo tabiiy loyiq hammasi uchun qila oladi. Shuningdek hamda qozi bo'lamdi, bo'lamamdi. Undan boshqa vazir yani ministr bo'la olamdi, bo'lmalamamdi deganlikniki ustidan ulamolarimiz o'zi bir qancha jiq mushunday mazmunda fikrlar bor. Biz buning ustidan qilmaymiz. To'xtamaymiz. Yani İslam din ayol kishiga qanday huquqini beribdi. Mana yuqorqi mazmun orqali nima qilsaqchi bo'ladi.
Bunu qarab anladiki biz mi ayol kishi qanday muomala qilishni ustida to'xtalishimiz kerak. Mana ayol kishi qanday muomala qilishni biz Qur'on, hadis nima degan bo'lsa shu bo'yicha qilishimiz kerak. Bu yerda din har kuz bizniki urf-odat din olmaydi. Hissiyot, vijdon u odamniki kullash deydigan ochiq degan ochiqim ketdi deb vijdonim deb u ochiqi kuchligi u din emas. Siz şu narsani o'zida Qur'oni Karim, hadis Rasululloh nima degan bo'lsa, urf-odatingizni, ochiqingizni, vijdoningizni, fikringizni, tafakkuringizni, odatingizni, tushanchangizni shuni boshqursiz, shuni soyasi bo'ladi, andan din bo'ladi. Mening ochiqib ketdi, hissiyot tutib ketdi, biz degan andoq odam, biz mandoq odam jamoatimiz bu ayolni qo'ymaymiz, boshqurun desangiz, bu dinchi emas. Uni men musulmon demay turib desangiz mayli endi. U bundoq bo'ladi. Shuning uchun biz bu ayollarniki ustida bo'lgan islom dinininki meni hukmini aldırmay, eğir besiq bilan, sabırcallık bilan tushunishimiz, bir tarafı malati cho, tefekkür qilishimiz cho kerak. Anındaki bunu cho bilalaymiz. Bunu qartandı. Ayol kishilarmi meni huquqini jiq berib degan deb buni to'g'ri tushunamay. Her kişiye ayol kishi huquqi bilan hamma barobar deb chiqib olgan, unda ishni cho qilmas kerak. Ayol kishiniki huquq mana barobar deganlikniki ma'lum chek-chegarasi bor. Shu yerda barobar. Barobar bo'lolmaydi degan yeri bor, mana u yerda barobar bo'lmaydi. Buni bilish kerak. Bilmay turib unda qilsaqchi bo'lmaydi. Bilmaganlikda anladiki, hamma shu yerda kelib chiqadi, shuni bilan urush talash tortish, o'rniki vayron bo'lish ham bu yerda kelib chiqadi. Hammamizni Alloh taolo mana Qur'oni Karim, hadis Rasululloh nima degan bo'lsa, shu bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, olim, solih va mujohidlardan qilsin. Bizdeki bu qatimki dersin uşaqlık olsun ve in bir qatar görüşkice her birini Allah'a emanet kıldık ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.